Aka ukalar, sizlarga bir tilloga teng maslahat beraman hozir. Yo'qqa keling, bir narsani ko'rsatib o'taylik. Mana bu oddiy o'zimizni Hisori qo'y, mahalliy qo'y. Mana onasini ko'rib turibsizlar. Endi bu Qo'chqorni zotligini qo'shdingiz Zafar aka. Bu tug'ildi bundan. Mana bu qo'y tug'ilyapti. Bu 90 plus shekilli bu, ha? Bu 93. 93 bo'yi. Qo'yimizni bola boqadigan genetikasi yaxshi qo'yda endi oddiy. O'zimizni isari qo'y. Hisori Bu qo'y. 1 yillik bergan natijasi. Bu bolasi. Endi bu bolasini ko'rib turibsizlar. Endi buni bu bolasi. Bu bolasi Necha oylik bu? 7 oylik. 7 oylik. 7 oyda 90 ga borib qoldi. 7 oyda bo'yi 90. Kallani qarang. Endi yo'q. Mana shu uchovini bir qator qo'yib o'tsangiz, mana shu yerda seleksiya shug'ullanyapti, to'g'rimi? Yaxshilanyapti. Mana oddiy misol oyna qilib ko'rsatib qo'ydik-da biz hozir mana nimaga? Qo'chqorni yaxshisini qo'yyapti, mana yildan yilga yaxshilanyapti. Buni endi Xudo xolasa nasib qilsa yana shu paytda bolasini ko'rsatasiz. Xudo nasib qilsa Zohidjon buni 1 metr bo'larmigini umid qilyapmiz. 7 oyda 90 bo'lganiga 1 metrlik so'li chiqarmagan o'ramizdan deb umid qilyapmiz. Aka niyatingizga yeting. Chunki yoshiga nisbatan 1 metr bo'ladigan qo'yga o'xshab ketyapti. Bu qo'y yuqoriga kirib kelgandan keyin 3 yilda mana shu ikki qo'y mana ko'payib turibdi.